Musab ibn Umayr Madinaga kelib odamlarni islomga da'vat qila boshladi. U Muoz ibn Jabalni da'vat qildi. Muoz musulmon bo'ldi. Keyin Muoz o'z qarindoshlariga va yaqinlariga islomni tushuntirdi. Shu tariqa 3 aka ham islomni qabul qildi. Ularning otasi Amr ibn al-Jamuh edi. U o'z qavmi orasida juda obro'li, kuchli va hurmatga ega bo'lgan odam edi. O'g'illarining dinga kirib, islomga yaqinlashayotganini ko'rgach, bundan qattiq norozi bo'ldi. Chunki ayrim odamlar ota-bobolari qaysi yo'lda yashagan bo'lsa, o'sha yo'ldan chiqishni istamaydi. Ular uchun bobom shunday qilgan, otam shunday qilgan, demak men ham shunday qilaman degan tushuncha kuchli bo'ladi. Bugungi kunda ham shunday holatni ko'rish mumkin. Odamlarga islom haqida da'vat qilsangiz, ba'zilari bu yangi din, bu vahobiylik, mening bobom bunday qilmagan deyish mumkin. Lekin inson bobosi nima qilganiga emas, Qur'on va islom nima deganiga qarashi kerak. Amr ibn al-Jamuh ham o'g'illarining musulmon bo'lishini xohlamadi. U xotini Hind binti Amrga ham bolalarining ular bilan yurishini va ulardan ta'sirlanishini xohlamayman deb aytdi. Ammo u bilmas edi. Uning xotini Hindning o'zi ham yashirincha islomni qabul qilib bo'lgan edi. Amr ibn Jamuhning bundan xabari yo'q edi. Qarang, da'vat qanday tarqaldi. Musab ibn Umayr, Muoz, uning qarindoshlari 3 aka-uka, ularning onasi Hind. Hind juda taqvodor va yaxshi ayol edi. Amr esa hali islomni qabul qilmagan, aksincha o'g'illari va xotinining islomga kirishiga qarshi edi. Amr ibn Jamuh hurmatli odam edi. Uni odamlar yaxshi ko'rishardi, chunki u yaxshi xulqli odam bo'lgan. U ichkilikbozlik ham, yomon odam ham emas edi. U yaxshi inson edi, faqat mushrik edi. Hali islomni bilmas edi. Hind eri bilan qo'pol muomala qilishni yoki uni hurmatsiz qilishni xohlamadi. U eriga itoat qilardi. Unga mayli, sizning gapingizni eshitaman va sizga itoat qilaman, lekin o'g'lingizning gapini ham bir eshitib ko'ring. Siz aqlli odamsiz. Agar uning gapi to'g'ri bo'lsa, uni qabul qiling. Agar noto'g'ri bo'lsa, men sizning gapingizga amal qilaman degan mazmunda gapirdi. Ko'ryapsizmi, u yerni haqorat qilmayapti. Sen mushriksan demayapti yoki sen noto'g'ri yo'ldasan deb qo'pol gapirmayapti. Aksincha, erining aqlli ekanini ta'kidlab, o'g'lining gapini tinglashga undayapti. Ammo Amr ibn Jamuh men otaman, o'g'limning gapiga ergashmayman degan mag'rurlik bilan buni rad qiladi. Chunki ba'zan inson haqiqatni bilsa ham o'zining mavqei yoki g'ururi sababli uni qabul qilishni istamaydi. O'g'illari esa Alloh ulardan rozi bo'lsin, musulmon bo'lgan bo'lsalar ham otalariga hurmatsizlik qilishmadi. U bilan tortishishmadi, qo'pol gapirishmadi va unga qattiq muomala qilishmadi. Lekin ular kechasi otasi sig'inadigan Manot nomli butni olib, tashqariga olib chiqib, axlatga tashlab yuborishdi. Ertalab Amr ibn Jamuh chiqib, Manot qani deb butni qidira boshladi. Uni topolmay jahli chiqadi, so'kinadi. Va kim bunday qilganini bilishga harakat qiladi, lekin butni axlat ichidan topadi. Uni olib tozalaydi, yuvadi, artib tozalaydi, keyin yana joyga borib qo'yadi. So'ng butiga qarab, go'yo u javob beradigandek, senga nima bo'ldi? Kim seni bu holga soldi? Kim senga bunday ish qildi deydi, lekin javob bo'lmaydi. Ammo but hech narsa gapira olmaydi. U o'zini himoya ham qila olmaydi. Hatto unga nima bo'lganini ham ayta olmaydi. Bu voqea yana va yana takrorlanaveradi. Har safar uning butini olib chiqib, iflos joyga tashlashadi. Amr esa ertalab uni topib, yuvib, tozalab, yana joyiga borib qo'yib qo'yadi. Oxir oqibat bu holat Amr ibn Jamuhning joniga tegadi. Oxiri u bir reja o'ylab topadi. O'zicha Manot o'zini himoya qilishi kerak. Agar u haqiqatdan ham xudo bo'lsa, hech bo'lmaganda o'zini himoya qila olishi kerak deb o'ylaydi. Shuning uchun qilich olib uni Manotning bo'yniga osib qo'yadi. Keyin butiga qarab, "Mana endi o'zingni himoya qil. Keyingi safar kimdir senga tegsa, o'zingni himoya qil. Axir sen xudosan-ku. O'zingni himoya qilishga qodir bo'lishing kerak" deydi. Johiliyat davridagi arablarning ayrimlari butlarning gapira olmasligini ham turli hiylalar bilan hal qilishga urinishgan. Masalan, ular butning orqasiga bir kampirni yashirib qo'yishar edi. Keyin odamlar butga savollar berishardi. Orqada yashiringan kampir esa javob berardi. Ular esa "Mana but bizga javob berdi" deb ishonishardi. Aslida esa javob berayotgan but emas, orqasida yashiringan odam edi. Shunday qilib,
Amr ibn Jamuh Manotga qilich osdi. Uni o'zini himoya qilishga undaydi. Ammo uning o'g'illari buni ko'rib, "Subhanalloh, otamiz aslida aqlli inson, hurmatli, obro'li va yaxshi odam, lekin u hali Allohning hidoyatini topmagan" deb o'ylashardi. Shundan keyin ular Manotning bo'ynidagi qilichni yechib olishdi. Keyin butni ko'tarib, uni tepib sudrab, odamlar axlat va iflos narsalarni tashlaydigan joyga olib borib tashlashdi. Uni o'sha yerga tashlab ketishdi. Ya'ni ular otalariga butning naqadar ojiz ekanini amalda ko'rsatmoqchi bo'lishdi. Ertalab Amr ibn Jamuh uyg'onib odatdagidek Manotning oldiga keladi, lekin yana buti joyida yo'q. U qidira boshlaydi va nihoyat Manotni iflos joyda yotgan holatda topadi. Shu payt Amrning ichida bir narsa o'zgaradi. U o'ziga savol bera boshlaydi. Bu qanday qilib mening xudoyim bo'lishi mumkin? Men uni kecha qilich bilan himoya qilishga tayyor edim, lekin u o'zini hatto himoya qila olmadi. Kimdir uni olib ketdi, iflos joyga tashladi. U esa hech qanday qarshilik qila olmadi. U o'ylab ko'radi. Agar u haqiqatdan ham iloh bo'lganida hech bo'lmaganda o'zini himoya qilgan bo'lardi. Unga zarar yetkazayotgan odamni to'xtata olgan bo'lardi. Ammo u hech narsa qila olmayapti. Ana shu voqea Amr ibn Jamuh uchun so'nggi turtki bo'ladi. Alloh uning qalbini hidoyatga ochadi. U nihoyat butlarga sig'inish noto'g'ri ekanini anglab, islomni qabul qiladi. Keyinchalik Amr ibn Jamuh juda yaxshi musulmon bo'ladi. Demak, bu qissada insonning yaxshi odam bo'lishi bilan birga to'g'ri e'tiqodni topish ham naqadar muhim ekani ko'rsatiladi. Da'vat qiladigan odamlar uchun ham bu voqeada saboq bor. Ba'zi vaziyatlarda insonning noto'g'ri e'tiqodini shunchaki tanqid qilishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Balki Ibrohim alayhissalom kabi hikmat bilan insonni o'ylashga, o'z e'tiqodini tekshirishga va haqiqatni o'zi anglab yetishga sabab bo'ladigan usuldan foydalanish kerak. Ibrohim alayhissalom ham qavmlariga butlarning ojizligini ko'rsatib, ularni o'z e'tiqodlari haqida fikr yuritishga undaganlar. Ammo bu qissadagi voqeani har qanday but yoki ibodatxonani buzish, vandalizm qilish yoki zo'ravonlik qilishga dalil qilib bo'lmaydi. Bu yerda asosiy saboq odamni haqorat qilish yoki majburlash emas, balki hikmat, sabr va to'g'ri uslub bilan uning qalbiga ta'sir qilib, haqiqatni anglashga yordam berishdir.